Bu başlandı mı? Başlanmadı mı? Kaldım o. Ha, qarindoshlar, pek yaxshi bo'ldi, ammolar kirib, bu kirgan va alaykum assalom. Ovozim chiqyapti, chiqqan bo'lsa deb qo'ysanglar, boshlab ketsam, vaqtinglarni olmay. Ovoz chiqyapti, qarindoshlar. Ovoz bormi? Ha, rahmat unda bo'lsa. Bugun mana hozir bizga bir yangilik bo'lgandan shuni bir uqtirish uchun kirdim. Bu bugun men yana tayyorliqsiz gap qilgan bo'ldim shunga. Amal bor gapninki meg'izin deyishni qo'g'ishiman. Mana bizningki ma bu yaqin faoliyat qilayotgan Me Too Uyg'ur harakatininki ikkinchi hafsi Muttallib Sidiq Qoyri apandimninki davosini ijtimoiy ushur vositasi keng taqtish faoliyatini qilib boshladik hamda. Boshlagandan keyin hozir yangi bir xabar kelyotdi. Balkim biz ham shu Tahir apandi Germaniyadagi Muttallib Sidiq Qoyrining o'g'li. Shu taqatgan uchurlar diqqat qilsanglar bo'ladi. Bugun chiqqan bir xabar nopuzliq bir gazetga chiqdi. Shu xabar g'ulg'ul qo'zg'adi. Hozir ijtimoiy ushur vositalarida Uyg'urlar haqidagi bugungi xabar ichidagi eng qiziq nuqtaga aylandi. Endi bu men bugun bu videodagi asosiy o'tirib qo'ygan narsam bizningki asosiy kimga qaratib turib so'zlaydiganim davoda aktiv kishilar emas. Davoda aktiv kishilar bo'lsanglar, mening bu so'zlarimni anglashinglar behojat. Bu asosli qaratadigan nishon davoda hech kim qilmagan ota-onasini tushmadim dehay. Adaş sen aldırışqa balalarını ders ötə kirib olmaysan, münasibətsiz deb qoysan. Qara. Bu davaga ancha aktiv bo'lmagan yoki nim qilishni bilmayotgan chuqur bu yerga kirsam oilamga bir bu ishlarga qatnasam oilamga ziyonli kelib qolaman yoki bo'lmasa ota-onasini qutuldirish uchun bir to'g'ri yo'lni topolmayotgan yoshlarga ham qaratilgan bo'lib, shuning uchun nihoyat aktiv da'vochilarimiz yo bo'lmasa shaxslarimiz, bayroqdorlarimiz olmasin bo'ladi. Chunki sizlar buni azaldan bilisizlar bo'yicha tushunchaga ega bo'lishni. Men demoqchi bo'lganim Tahir qarindishimizningki ota-onasini qutqizish haqidagi tirishchanligi oxiriy natija berdi. Oxiri tunji bo'lib chet eldagi Uyg'urlar ichida axborotda oshkor bo'lgan hammamiz bilgan mushtaq xabar, ya'ni ota dadasi bilan bir qancha kun uda 50 minut atrofida telefonda naq maydon xodimlar sizlar bilan paranglashganda chiroyli ko'rishib turib paranglashibdi. Bu mening orzuyim yana. Hammamizning orzusi. Hozir ota-onasi bilan necha yil yog'i ko'rishamayotgan, ota-onasi hayotmi, tirikmi, zodi qanday qaraq turyotdi ular. Dadasini sevgindim, apasini sevgindim deb mana bir gap evatkisi kep o'tib ketgan. Ya'ni sevginishdimi o'tib hozir ichi qanayotgan, mening ichim qanayotdi hozir. Va shunday bo'lib ketgan vaqtda Tahir Germaniyadagi dadasini ko'ribdi. Men bundan bek nim bo'ldim, inspire bo'ldim, men rag'batlandim, nihoyat xush bo'ldim. Ümitlendim hem çokum bir günü mening dadamning hayat dalda ko'ralishimga ishonim. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi abay deganimdek shu ota-onasini izlayotgan kishilarning ichida siz qanday qilsangiz ota-onangizni ko'ra olasiz. Ya bo'lmasa ota-onangizningki davosini qilib ancha-muncha natijaga erisha olasiz ham. O'zingizning qolisida sizni olgan, ya'ni sizni men
ma sizlikni o'tib ketadigan ish qilolmayman, men bu yerga chiqmayman, xabarga chiqmayman, dadamni ota onamni tutilib ketganini desam xato bo'ldi, bu siyosiy bir ish deb mushtaq tugilib olgan kishilarga bir qitimliq sizga ilhomlantirish bo'ladi. Chunki men Tayirni ozroq tushuntirsam siz va bu haqida to'liq ishonchga kelasiz. Masalan, Tayir diqqat qilgan bo'lsanglar, dadasidan boshqa hech qanday bir kishininki boshqa siyosiy ishlar yoki Uyg'urlarninki haq huquqi yo bo'lmasa cho'ng gap qilsak erkinligi, mustaqilligi yo bo'lmasa yana bir kishininki haq huquqi yana turmada tutilayotgan boshqa Uyg'urlarninki haq huquqi uchun gap qilmadi. Nuqullam o'zining dadasininlam asos qildi. Ham ba'zida boshqa kishilarninki uchurlarni ham bakir degan yerlari bor. Uni bir asosiyatdan davosini qilish demaymiz. Faqat o'zining ota-onasining davosini qildi. Endi men ota-onamning davosini qilish bilan birga endi ba'zi Uyg'urlarga yordam berayotgandek tashviqotda yordam berib kelyapman. Demakman, dadamni qutuldirishdan sir yana sal ortiq ish qilib keldim. Lekin nurg'un Uyg'urlarimiz xatosi tutilib ketgan qarindoshlarimizninki tayyorchilikmi qadamni olmadi. Shundan o'ylaysiz, aktiv bo'lganlar dadasini ota-onasini qutuldira olsa, men hech qanday aktiv bo'lmay, ishim qilmay qolsam, ota-onamni qutuldiramadim. Sukut qilish orqali yerlik yana shu bizningki turma doiralari yana bundan mesela qaysi yurt bo'lsa shu yurt yerliklar meningki ota-onamga mesela yaxshi mamlıq qala men sukut turay yomoni yinib qolmasin og'ziga chiqib qolmay deb ashunda pozitsiya bo'lganligimiz uchun nurg'un kishilar gap qilmoqdi. Lekin Tayirga diqqat qilsanglar, Tayir udul tifurdi. Yerlik doiralarga, yana Qashqarning soqchilariga, dadasining ishlaydigan xizmat o'rniga tilfurdi. Ananiki nurg'un medialarga aktivlik bilan chiqdi. Lekin butun jarayonida bir qitimmi o'zininki ota-onasininki davosini qilishdan ortiq bir nim qilmadi, gap qilmadi. Ya bugun qisqacha suhbatlashdik Tayir bilan bir qancha bolalar to'g'rida suhbatlashdik. Shu bugun butun o'zininki da'vo jarayonini bir tunishtirib chiqdi. Buni nima deydi? Men Xitoyni Jungo deydi, o'z og'zi bo'yicha deb beray. Men Jungoninki 56 ta millatning bir qismi ekanligimizni Uyg'urlarniki e'tirof qildim xabarlarda. Men Xinjiang dedim, boshqalarga o'xshash boshqa xil nomni ishlatmadim. Men faqat o'zimning meydanımni xabarlar chiqqan chog'da aniq bildirib bo'ldim. Men sotsial mediada aniq bildirib bo'ldim. Men ota-onamninki shu turmadan qutuldirishdan boshqa, ya'ni shaxsiy da'vorimdan boshqa hech qanday narsaga aralashmayman, uning munosabatli emasman deb ifoda bildirdim. Mening hozirgacha bo'lgan ifodam shu. Bu bir o'xshamaygan yerim. Yana birisi men ishongan nuqta biz o'zimizniki bir kishiga bir mayli media bo'lsin yoki boshqa kishilarga, yana Uyg'urdan sirt boshqa kishilarga o'zimizniki ota-onamizning tutilish voqeasini ko'rsatgan chog'da biz faqat Xitoyninki yo'lsiz tarafini, hatto o'zining qonuni, o'zining tuzumigimi yo'l qo'ymagan tarafini ko'rsatsak, biz unida yuqori yo'lsiz tarafini, o'zining qonuniga xilof qilgan taraflarini ko'rsatsak, biz uningdimi yuqori talablarimizni aytgan qaraganda, mush eng oddiy o'z qonunidan bor har bir odamninki aqalli huquqininki tasbini surg'anlikni kichiklatib turib, dalil isbot bilan isbotlarni to'plab turib so'zlasak, buning ta'siri bizning cho'ng qilganimiz qaraganda bakrak unum qo'zg'aydi. Men shuni ishongashga men albatta ota-onamniki davosini qilgan boshqa birinchi nishonim ularniki sog' salomat bo'lishi. Xuddi men shunda o'ylayman. Ularning sog' salomat ham olgan qadamimizniki muvaffaqiyatli bo'lib, ularni qutulib qilishiga asos silinishi uchun ish qildim.
degandek asosiy ideyasini o'tirib qo'ydi. Bu tushuncha Tayirninki o'zininki uzun yil hozir doktorlik o'qiyotgan bir yosh o'zi nurg'un bilim doirasi, nazar doirasi, oilasining tarbiyasi bilan o'sib yetilgan bir yosh bo'lib, bu bolaninki degan gapi, bu bola demay, to'g'ri tushunlar. Tayir apandimninki, men bilan tangdimatlik 38 yoshgan, men 36 yosh. Tayir apandimninki mushu so'zidan shuni tushunib olsak bo'ladi. Bir ishni qilish uchun u ishninki har xil yo'llari bo'ladi. Tayir apandimning tanlagan yo'li ishning unumini qozonish. Men buni bunday atadim. Ziqimi ko'maydigan, qavpimi ko'maydigan yo'lni tanlash. Ya'ni birinchi ota-onamizni qutuldiramiz. Men millat qutuldirguchi emas. Men siyosiyon emas. Men bir pek cho'ng da'voga isilmoqchi emas. Faqat ota-onamni qutuldirguchi deb chiqish. Andan keyin o'zininki bu ishini amalga oshirish. Masalan, har bir halqalag'icha, masalan, materiallarni to'liq to'plash, dadisininki qo'ygan hukumatning dadisining ustiga qo'ygan jinoyatlarning nimdab atalg'ini to'liq to'plash, aloqa qilishadigan yerlar bilan to'liq aloqa qilishish, xabar medialar bilan aktiv munosabat o'rnatish, ham kundalik jarayonida dadisi haqidagi da'voni nima asosida har kunlik izchillik asosida taqtish degandek mushta amaliy ishlarni qilganligi sababidan tunji bo'lib mushu dadamninki men bilan ko'rsatishga bir sharoit yaratib berganligiga deb o'yladim, ishondim. Lekin men buni ko'riblam, men dadamni to'liq ozodlik chekati deb ishonmayman. Bu hokimiyatga ishonib bo'lmaydi. Men shuning uchun buni men manchik sharoitni qo'lga keltirgan bo'lsam-mu, men buni texmi davomlashtiraman. Dadamning toki to'liq ozodlikqa chiqqaniga, yana o'rlikka chiqqanigacha, shuncha ishonch erishguncha men davomlashtiraman dedi. Demak, hozirgi pozitsiyasimi dadasininki uyga qaytib kirib qaytarilgan bo'lsa-mu, yana davomliq dadasini izlariga qilib turishligini to'xtatmaydiganini ko'rsatdi. Xo'shunda bo'lsa, Tayir qilgan ishni boshqa qarindoshlar qila olasiz. Tayirning bir deyishicha, bu dadasini ko'rsatish buyrug'i yerlik tayirlardan chiqmay, Beijingdan berilgan bo'lishi mumkin. Chunki men o'zimning hukumatiga bekrak anlatdim. Ya'ni o'zi yashayotgan o'zi Xitoy fuqarosi, Xitoy pasporti bilan, lekin Germaniya tug'an uchun Germaniya hukumatidan yordam so'raydi. O'zim yashayotgan davlatning hukumatiga bekrak anlatishimni kafolat berdim, ham medialarda bek anlatdim. Shunga bu buyruq o'zi ishonchlik manbadan dedim. Beijingdan kelgan buyruq bo'ldi bu. Şu yerlik dairələrimi baş gəp qılamay, bu şəraitini hazırlaydı degan gap. Demək, bu Beijingdən kelgan buyruq. Nima üçün Beijingdən Tayirga dairənin ata-anasını ko'rsatish ehtimolini ba'da buyruq keladi. Chunki Tayir bir kishi bo'lish sifati bilan Germaniyada boshqa da'vo ata-onasining da'vosini qilayotganlar bo'lishi mumkin. Tayir bir shaxs bo'lish sifati bilan Germaniyaning xabarlarida, uchurlarida, ham xalqaro xabarlarda dadasininki begona tutilganini bek tashviq qilib ko'taradi. Unumni chiqadi, qozondi. Lekin o'ziga boshqa siyosiy nom maydonlarni hargiz shu maydonlarga kirib qolmadi. O'zi dadasining da'vosini qutuldirish degan izchillik tilam tudi. Shunlar bu Xitoy hukumatininki o'ylig'ini bu bola, bu odam faqat dadasining da'vosini qiladi ekan. Bizga boshqa tahdidlarni olib kelmaydigan, buniki niyati shu ekan. Unda olsa bu shu dadasining da'vosini qilgan ekan. Agar biz azroq buningga yo'l bermasak, buningki tashviqotdagi tirishchanligi bilan Germaniyadagi bizningki obrazimizga ta'sir yetadi. Albatta, Xitoy cho'ng davlat bo'lish sifati bilan o'zining obrazini o'ylashidi har xil shaklda. Deb bo'pti, bir odamni qo'yib aytganga birini bo'lib qolmaymiz, lekin mana dadasi buningki og'zi yumiladi hech bo'lmaganda degan nuqtaga kelgan o'xshaydi Xitoylar. Chunki bu Tayirning to'xtamay aloqalashganligi uchun shunda bo'ldi deb o'zining ishonchisini so'zlab berdi bizga.
Demek siz qanday qilasiz? Ota-onangiz haqida siz gap qilsangiz, agar ansirayotgan bo'lsangiz, ota-onaning hech amalligini bilmaysangiz, qanday turayotganini bilmaysangiz, lekin og'zingizdan gap chiqsalar ham cho'qim bu bir siyosiy ish bo'lib qoladi deb ortiqcha o'ylab, hech qanday qadam olmagan bo'lsangiz, tayyorni ulgi qiling. Men shunda kesib ayta olmayman. Men hozircha kalam kelgan so'zlarni deganligim uchun ancha mukammal bo'lmadi. Tayyorninki o'sha qadamlari haqida men qisqacha bir yozmoqchi. Shu joyda texmo mukammal chiqdi. Men shuni hozir shunda atadimki, tayyorni ota-onalarini qutuldirish uchun, mening o'z ichiga oldi-da, ota-onalarini qutuldirish uchun, tuqqanlarini qutuldirish uchun da'vo qilayotgan 2016dan keyin asosan 2017-18-yili hozirgacha da'vo qilayotgan barliq Uyg'urlarning ichidagi birinchi nomerlik ulgi bo'lsa bo'ldi. Tayyor bizning hammamizning ulgisi deb shunda tushuncha keldim. Men hammanglarningki mush fikrimni qo'llashinglarni umid qilaman. Biz tayyorni ulgi qilamiz. Tayyorning nimasini ulgi qilamiz? Unum qozonish, ishdan unum ko'rishini ulgi qilamiz. Tayyorning nimani ulgi qilamiz? Ota-onasini biz ko'ramasak, tayyor muvaffaqiyatga oldi ota-onasini ko'radi, dadasini ko'radi. Tayyorning nimasini ulgi qilamiz? Ota-onasiga bo'lgan muhabbatni haqiqiy bir farzand burchini ado qildi. Gerçi ota-onamni qutuldiraman deb boshlablam, to'g'rida qiyib ketib, yana ortiq ideyalarga ketish emas. O'zidek bir doktor, uzun yil o'qigan bir yosh bilim saviyasi bilan bu ishni to'g'ri hal qilish detining borlig'ini bizga isbotlab beradi. Unda biz tayyordan o'rgansak, tayyorning qilgan qadamlarini mangsak, menmi, sizmi, hammamiz ota-onamizni ko'rishga fursat hozirlandi. Unda bo'lsa biz tayyorning yo'li bicharlik yo'limi, tayyorning yo'li yolvurish yo'limi, tayyorning yo'li taslimchilik yo'limi. Shunday bir hukmlarni hozir shakllantiryapti. Ba'zi kishilar o'ylamay deb qo'yapti. Tayyorning yo'li bir botirlik yo'li. Demişqa tayyor cho'ng gap qilmadi, kichik ish qildi, ota-onasini qutuldirib ko'radi. Biz qaysi birisimiz Xitoyni ota-onamizni ko'rsatish buyrug'i berib 50 minut ko'rsatdi. Qaysimiz Xitoyninki Beijingding evatiladigan buyrug'i bilan yerlik doiralar bizning ota-onamizni hech qanday shartsiz ko'rsatdi. Ota-onamizni qaysini uyga o'tag'izib, aramag'izdi. Hech kimni menimi qilmadi. Demak, menda bir xatolik bor. Demak, sizda bir xatolik bor. Ham bu ishni qilmagan barliq qolgan ota-onasining izlarini qilmayotganida yana texmi cho'ng xatolik bor. Demak, siz qadam elishingiz kerakki, qadamninki tadbirlik yo'llarini elishingiz kerak. Mediaga gap qilishingiz kerakki, gapninki taktikasini bilishingiz kerak. Anandaki chin yurakdan chiqarib, ota-onangizni haqiqiy yaxshi ko'rdigingizni, haqiqiy da'vosini qilayotganingizni, haqiqiy ansirayotganingizni, ishingizdan qanab ketganini ko'rsatishingiz kerak. Qanday ko'rsatasiz? Shu otam, dadam, opam, ocham, balam deblim turishingiz kerak. Boshqa cho'ng narsalarni cho'ng siyosiy yo'llar, tashkilot a'zolari, Uyg'urni ozod qilib yetaman deydiganlar, Uyg'urning ideologiyasini yozib chiqaman deydiganlar, Uyg'urning kelgusidagi lider bo'laman deydiganlar, bahchiq kishilar bor bo'lib. Siz ularga bosh og'ritmang. Siz ota-onangizni fokus qiling. Ya'ni ota-onangizni qutuldirishni bir qarg'a maydoni qilib, shuni qarablam menga. Unda bo'lsa, mishkaplarni anglagandan keyin men bishida ta'kidlab qo'ygan Uyg'ur da'vochilari, Uyg'ur siyosiy yo'llari, aktivlari buni anglamasanglar bo'ladi, chunki men faqat tegi qadam olmagan kishilarga ham so'zlamoqchi deyapman. Demak, endi bizning rolimiz nima? Men Uyg'urlarni ikkiga bo'ldim. Oq va qora. Bu meningki bo'lishim emas, Uyg'ur jamiyati, ya'ni chet eldagi Uyg'urlar oq va qora deb ko'ryapti. Ularning nazarida qora qismi taslimchi, qo'qqanchoq, tugilvog'uchi, avtonomiyatchi, hamma ish qilib qalpoqlikqa mos keladiganning hammasi. Demak, bu qora tarafidagilar hargiz o'zini undaq chiqara olmaydi. Beshimdaq ko'targan bolam urib tiqiydi. Xitoylarlikqa Xitoyninki
zulmida uzun yashab ketib, qalpoq kiydirib, ozroq fikrda o'zgarchilik bo'lsa-ham urib beshini tiqib etadigandak bizning nimamizdimi, hozirgi jamiyatimizmi chet eldagi. Ozroqmi mundaq va yo'lga gapingga to'g'ri keldi ekan, buni unumi qozong'il bo'lmaydi ya, bunda deb bo'g'acha to'qmoq tayyor bo'lg'achqa biz nurg'un kishilar gap qilamoqda bo'libmi, tajribasi yo'q, ozroq dodilligi yo'q, kishilar ota-onasini qutultirish uchun aktiv mangib bo'lamoqdi. Demak, ular tajriba kam chiqib bo'lamoqdi. Bu qora deyilgan kishilar deb o'ylayman. Oq deyilgan kishilar nayta dindor. Biz uning dindorligini ko'nglidan bilib bo'lmaymiz. Demak, nayta dindor bo'lsangiz, ona o'ng bo'lasiz, lekin uning qalbininki bekitkuchi faqat Allohda. Nayta botir jangchi, vatanni ozod qo'yib, bayroqni bir kuni sanchig'uvchilar. Demak, eg'iz bilan qanchalik cho'ng shug'or, qanchalik cho'ng g'oyini aytib berib, ham mush amaliy ishlarni qilsin, bekrak eg'izda ish qilayotganlarni deylamda. O'zininki mustaqillik, erkinlik deymiz, bir qator tarixdan kelgan yoki hozirda shakllangan bir ideyasini oshkor ifodalab, xohlaganini deyalaydigan bu xil kishilar. Demak, bunday kishilarni biz jamiyatimizda isil, qahramon, to'g'ri hammani qilyotidi deb o'ylaymiz. Boshqa turkiy kishilarning hammani buning texi yurigi cho'ng bo'lmabdi, bu texi dodil emas ekan, bu texi pishmabdi, chatal chiqibdi, hamda da'voning qishiq kelibdi deb bunda ishkiga bilib olgandek shakllanib qoldi. Shu sababdan quruq nomlar bor. Hozir avtonomiyachi, mustaqilchi emas, hozir 3-4 xil qalpoqlar paydo bo'lib qopti. Bu yerga kirmaymiz, bularni deyishmaymiz. Mening endi faqat deydiganim, siz tugilvog'ichi, men buni ishkiga bo'ldim. Tugilvog'ichi degan hamma siyosatga yoki otani qutuldirishga yoki to'g'ri aktiv bo'lishga, shu bo'lganda bir qadamlarni ilishga tirishmayotgan barliq tugilvog'ichilar. Meydisini ichitib, meyda muskulini ko'rsatayotgan qahramonlar deb ishkiga bo'ldim. Lekin tugilvog'ichilar ichida nihoyat aqlli ishlar bor bo'lib, buningki tugilvog'ichilar ichidagi eng oldin qatordagi natija qozong'ini Tayir bo'ldi. Tayir tugilvog'ichi bo'lib, mening nazarimda, lekin tugilvog'ichi bo'lish sifati bilan nihoyat cho'ng shuvarni to'lab, bizga shunda bir ishonchlarni qonni qaynatadigan manda kishilar qargan qo'lga keltirolmagan natijadan nihoyat cho'ng natija Xitoyni ota-onasining videosini ko'rsatib, buyruq bilan o'zining ota-onasining yuztirani, chiroyini ko'ralidi. Dadasining chiroyini ko'radi, dadasini o'ruqlab ketganini, tishin tushirib turmadan chiqqanini hammani biz bilib ko'raldik videoda. Demak, dadasiga ashta buyruq berib, dadasining videosini ko'rsatadigan yoki olib keldi nima? Botirligi, tadbiri, bir ishni amalga oshirganligi, gapni o'nglab qila olganligi, izchilligi, haqiqiy muhabbati. Unda bo'lsa, barliq aktiv Uyg'urlarningki botir jonchilari sizlarni nihoyat hurmat qilamiz. Bu yo'lni davomlashtiringlarki, bizning ro'yimizningki puchuklab ketmasligiga sizlar kapolat qilib mong'atsizlar. Lekin sizlarning nazaringlarda hech nima qila olmaydigan taslimchilarning ichidan nurg'un kishilar ota-onalarini qutultirishga fursat beringlar. Ular ota-onalarini qutultirish uchun Tayirni ulgi qilib mangsin. Xo'sh, unda bo'lsa, kimning unumi ko'rinyapti? Unda bo'lsa biz gap emas, nazariya emas, boshqa so'zlar emas, unumni selishtirsak, hozirgi mushu ota-onamningki videosini ko'rsat degan bir qizg'inlik paydo bo'lgandan keyingi shakllangan Me Too harakati qatorliq mushkil harakatlarningki, ya'ni tashviqotda ota-onasini qutultirishni talab qilib, bakrak kuchganlikningki natijasi haqiqatan ko'rdikki, bu gaplar, bu isbotlar, bu videolar, bu to'plangan uchurlar to'rda soni ko'paydi. Ham xabar o'rinlarininki, demasam hammani bilasizlar, qiziq nuqtaga aylandi. Ham buning natijasi ko'rilyapti. Bu natija bizningki haqiqiy nisbiy yoki haqiqiy bir hurlikimiz yoki ota-onamizni qutulib qilish, tuqqanlarimizni qutulib qilish, 3 million xalqningki hayotiga kapolat qilishga bir boshqalar qaraganda bir
bir pay o'qni otdi desak bo'ldi. Bu o'q media orqali etildi. Hozir bu gullayotidi. Buni to'xtatmaymiz. Bag'ancha nurg'un kishilarningki siyosat hech nimaga aralashmagan asosda faqat mening dadam, mening opam, mening aychamni deb boshqa hech qanday gap qo'shmay, mening opam qani, men ko'rmagan 2 yil bo'ldi. Mening opamni hozir ko'rsat. Men bir o'g'il bo'lish sifatim bilan va opamni ko'rmasam chidamadim, yuragim qanayotidi. Mening singlim qani, men singlimni ko'rmadim. U mening bir tallam singlimdi. Men bunda yashasam bo'lmaydi deb mushuncha gapni qilolsak, bu gap hech kimga nim bo'lmaydi. Siz o'ylab olgandek hech kimga bir jinoiy gap bo'lib qolmaydi. Buningda siyosat yo'q, buningda hech qanday xatolik yo'q. Ham Xitoyningki eng ashaddiy zolimlarim olsa, va ma bechara qara ota-onasini bek seg'inib ketibdi, ha. Bu to'g'ri tushundim. Endi siz qo'rqsiz-ku, siz hukumatning odamlaridan qo'rqsiz. Ota-onamga yomonlik qilmasa deb. Ola olsa, voy ma chidamabdi, 2 yildan chiqibdi-da, bu chidama ota-onasi seg'inib ketib. Ashunchalik tushundi sizni. Uy mana qizil siziq ursak o'lkan, mana bir chekit urib qo'yaylik, mana siyosiy maydon manda ekan deb sizga chekit urilmaydi deb tushunaman. Faqat voy ma chidamabdi deb tushundi. Xalqaroning deb tushundi. Oy mana ichinishlik ahvoli bor ekan, buni bir xabarga chiqaraylik. Yoki bo'lmasa, shu buni xabar chiqarmasangizmi, sotsial mediadagi bir qiziq nuqtaga aylanasiz. Sizning xabaringiz to'planib, sizdan anondikin, ma odam to'xtamay ota-onasini izlaydi ekan, ota-onasini oxiri chiqichi qo'yib bermaydi ekan deb ota-onangizning kim ekanligini, qanday turayotganligini hukumatmi arxivlashtirdi deb qarayman Xitoylar. Eng mühim narsa o'zingizning hukumatiningki axborot o'rinlari bilan hukumat o'rinlariga cho'qim arxivlashtirib yetishingiz kerak ota-onangizning qayerligini, nim bo'lganligini, tutilganligini. Unda siz xabarlarga chiqib so'zlashingiz kerak. Sosyal medyada tashviqotni qancha aktiv qilib tursangiz, agar ingliz saviyangiz yoki cho'ng tillarni saviyangiz yaxshi bo'lmasa, me too degan hashtagga ulab turib mazmunlaringizni chiqarsangiz, uzun bo'lmay qisqaroq qilib maxsus ota-onangizningki davosini qilgan bir video, bir rasmni yasab olsangiz, shuni to'xtamay tashviq qilsangiz, o'xshash rasm bo'lsin, kunda chiqarib tursangiz, demak siz bir ma'lum bir shaxs bo'lib media ya xabarlarningki foydalanishiga bir material manbasi bo'lasiz. Anondan keyin bu ishingiz bir izg'i kirdi, ham qutuldirishga qadam olgan bo'lasiz. Unda bo'lsa bu chet elda shunday kishilarningki ota-onasi tutilib ketgan, ko'ramayotdi. Ish bo'lmaganda bu ota-onasini, masalan, Tayirning dadasini ishlagan xizmati, xalqqa qo'shgan to'kisi, yozgan kitoblari sababidan davlatningki dushmani qatorida, bo'lgunchi qatorida jazolagan bir kishi. Demak, Uyg'urlardan shunday kishilarni jazolayotdi deb tushunamiz. Bundaq odam hukumatningki dushmani jinoiy jazosi berib bo'lgan bir kishini chiqarib Tayirga ko'rsatgan bo'lsa, unda bo'lsa hech qanday jinoiy jazo berilmagan, hatto kamplarning ichiga akirmagan, faqat tishida yashayotgan, lekin shunda turib oilasi bilan aloqa qilmayotgan, ota-onasiniki kampning ichidami yo tishidami qanday turayotgan bilmaydigan nurg'un kishilar erishamagan imtiyoz Tayirga keldi. Demak, siz ota-onangizni ko'rmagan bo'lsangizmi, tirishchilik qilsangiz, cho'qim ota-onangizni ko'rdiganga bir sabab bo'lib qoladi. Uning ustiga men yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, har xil jamiyatlar, hatto har xil davlatlarmi bizningki shu tutqunlarni ko'rish, shu xabarning rasmiy yolg'onligini isbotlash uchun tekshirish o'maklarini bizningki vatanga, bizning yurtga avatishni planlayotdi, talab qilyapti, xabarlarni ko'rsangiz bo'ladi. Demak, mushundaq talab qilayotgan vaqtda biz harakatimizni texmo ulg'aytib, ota-onamizni ko'rish talabini yuqori ko'tarishimiz kerak. Agar sizning oilangizda hech qanday tutqun bo'lmasa, hech bo'lmaganda o'zingizningki atrofidagi shu qarindoshlaringizningki xabarlarni ko'proq tashviq qilinishiga yordam bersangiz kerak. Demak, biz hozir vaqtni ching tutmasak, bo'lmaydigan bir ish gapda oldimizga keladi. Shunga biz buni kuchab tashviq qilishimiz kerak. Unda bo'lsa Tayir men Tayirni bekitdim. Mening ko'nglimda Tayir bizningki shu barliq ota-onasini izlab yurgan kishilarningki
үлгіміз болып, biz Tayer'ninki qandaq qadamlar bilan muvaffaqiyatlik erishganini o'rganamiz. Bunun o'rganadigan ta'sirlar yo'q. Tayer qilibdi. Birinchi Tayer izchillikni davomlashtiribdi. Davomliq ota-onasi tutilganini ko'rgan hammalar izchil mingibdi. Bütün axborotlar chiqishni o'zining bir xizmatining natijasi ko'rishni pilal ashtaq darajada ko'rib, men bilan aloqalashganda muxbir tanishtirib qo'ying, qanday qilamiz, qanday tashviq qilamiz deb bishlar yang boshlagan vaqt mendan so'ragan. Demak, izchillik doim bo'pti birinchisi. Ikkinchisi haqiqiy ota-onasini qutuldirmanlar deydigan ideya kelibdi. Ota-onasiga bo'lgan muhabbatini oxir ko'rsatibdi. Yana birisi o'qigan bilim saviyasi uchishliq, to'g'ri gapni qila oladigan, to'g'ri unum qo'zg'ay oladigan, lekin o'ziga ota-onasining techamanligiga, ota-onasininki texmo yuqori hamda texmo dadasininki jinoyatini eg'irlab ketishi yoki bo'lmasa unum qozong'il bo'lmaydigan quruq gapni qilib qilishidan jiroq turib, haqiqiy hech qanday ziqimi ko'maydigan, ko'pim ko'maydigan, lekin ma gap ashgapni dish orqali Xitoyninki o'zininki chakdan eshib ketgan qilmishlarni mediada qamchilay oladigan gaplarni qilish orqali hech qanday siyosiy xatolik o'tkazilmagan asosda ota-onasini chet elda turib qutuldirishga qadam olib natijasini ko'ribdi. Unda bo'lsa, shuni hammamiz qila olamiz. Aktivchanlik bo'lish eng muhim narsa, tirishchanlik bo'lish eng muhim narsa, eng muhim narsa haqiqiy yurakdan chiqarib ota-onamni qutuldirman deyish. Agar ota-onangizni bunda bir o'ylab baqsangiz bo'ladi. Eng oxirgi gapim mushton bilan oxirlashtiray. Siz vatanni ona deysiz, ona vatan deymiz. Ona vatan bilan haqiqiy urug' tuqqanningki hech bir farqi yo'q. Biz hech qachon urug' tuqqanimizni qurbon qilib turib, ona vatanni qutuldiramiz deydigan undaq yuksak ideyaga kelmaymiz. Avval ota-onani qutuldira olgan odam, keyin vatanni onam deyiladigan ideyaga kelalaydi. Bo'lmasa bunun qolgan gapning hammasi eg'izlilam degan gap, xuddi she'r o'qigandek, naqsh etgandeklam, bir tekstni oyatlagandek gap bo'ladi. Onasini yoki dadasini yo singlisini, sho'van do'stini ashtaq muhabbat bera olsa, uning bilan ko'rishamigini, uning zulm tortayotganini kech-kunduz o'ylab tura olgan kishi anondikan vatan degan mandaq mavhum narsinimi, jismnimi muhabbat bera oladi. Bo'lmasa qolgani shu xalqdan yotlab olgan gap yo naqsh tekstni yotlagandeklar hukum. Tayerni hargiz biz vatanni so'ymaydi, Xitoy hukumatiningki yaloqchiligini qilib yolvorib yurdi deb baholab olgan bo'lsangiz, siz o'chada siz o'z tayyorchilik asosingiz yo'q, sizni unda gap qila oladigan. Tayyor ishning unumini qozonish uchun to'g'ri qildi. Qolgan narsaning hammasi bizniki faqat mush tuqqanlarimizning saqlanib qilishi kafolat qila olsaqlam, jon saqlanib qolsa, bir umid bo'ldi. O'lmagan jonda umid bor. Uyg'urlar chuqum bir qitimliq jonni saqlab qilish kafolat qila olgan vaqtda uningdan keyin umidni biz ko'ra olamiz. Oldingi qitimliq videoram bu to'g'ri aniq so'zlab bo'lgan. Yana desak yana shu bizningki Qo'zotninki doim ta'kidlaydigan bir gapi bor. Ash gapimi bizga nihoyatda yaxshi tushuncha beradi. Bu nima deganda pravinmo shundaq hukm surgan bir podsho edi. Zolim, eng zolim. Shumi eng oxiri yengildi. Buningda biz nimani ko'ra olamiz deganda, biz u Bəhçon g'oya emas, odam qutuldirishning qanchalik muhimligini bilsak bo'ldi. Shu Pravinga qarshi xalq jang qildimi yoki Pravinning zulmidan qutulib o'zini qutuldirib ketdimi? Nima uchun xalq zulmning ichida qarshilashmay zulmdan qutulib jon saqlay oladi? Demak, shunda bir gap chiqdiki, zulmninki chekidan oshgan buna zulm sog'uvchilarninki o'zining hukmi bo'ladi, oxirlashadigan kuni bo'ladi. Ham bu shuning ishimiz, hamon bir kuni bu zulm cheksiz davomlashmaydi, bir kun oxirlashadi. Lekin oxirlashqichi bo'lgan orliqda agar biz mushu
Allah bergan bu jonni saqlayamay qolsak, nurg'un qurbonliklar bo'ladi, behuda qurbonlik. Jonni saqlab qilish uchun agar siz bir jangalda yoki bir dengizning o'ttirsida qanday bir yerda siz o'zingiz yolg'iz qolib, hech qanday hayot kapolati bo'lmagan bir yerda qolib qolgan bo'lsangiz, bu yerda siz qilgan birinchi ish nima? Shu jonni saqlab qilishni o'ylashingiz kerak. Agar siz shu chog'da bo'ldi men o'ldim deb o'zingiz o'ldiga chiqarib yetib, o'lib olsangiz bo'ladi, qo'rqib ketib. Yoki bo'lmasa men degan qutuladigan deb cho'ng xiyolni surib o'tdasangiz bo'ladi. Lekin qanday odam saqlanib qoldi? Jon saqlashni biladigan tajribasi bor. Jon saqlash tajribasini o'rgangan. Yoki bo'lmasa shu muhitdagi atrofga hamma narsaga qarab, maningda o'tun yasay, maningda uy yasay, maningda tamoqqa hal qilay deb shu kichik hal qilib bo'lgan narsani o'ylab, tadbirlik bo'lib, diti bilan qilib, ham umid bilan cho'qim men qutulib ketishdan burun men 10 yil bo'lamdi, 20 yil bo'lamdi, 30 yil bo'lamdi, mush oralda yoki mush jangalda hayot qilishga tirishsamlam cho'qim qutulaman, bir umid bo'ladi. Men shu yo'l topqichi bo'lgan orliqda, jonni qutuldirish bo'lgan orliqda men shu hayot qilishim kerak, bu hayot kapolati yo'q rayonda deb o'ylaydi. Jonni qutuldirish degan shu. O'zingizning jini bo'lsa, agar shunday tirishchilik qilsangiz, irodangiz bo'lsa, uni qo'yibsiz, tashilsiz. Nurg'un kitoblar bor, Robinson Crusoe deb shunday işte bir hikoyalar kitoblar bor deb burunchi o'qigan. Shunda o'zi hayot qilish uchun 40 yil oralda yashab, eng oxiri o'sha umidi hayot qoldi. Bir umr oralda yashab. Mesela əsərlər, bunda kinolar, bunda kitaplar nəhayət köp. Şunun nimni öyrəngi buludu deyə vaxtda bu hayat qilishning ki nəhayət çoğ hikmeti var. Siz aşı hayat qilishqa tirishmay, siz hayat qanmaslıqqa tirishsangiz, yana ülab verməkçi olsangiz, o çağda sizningki taqdiringiz shu bo'ladi. Agar siz hayat qalaman deb tirishgan bo'lsangiz, siz uzun yildan keyin hamon hayot qolasiz. Demak, bizning xalqimiz, mening o'ylaydiganim, xalqimizning hayot qilishidan. Men undan cho'ng yuksak g'oyani bir orolda yolg'iz qolgan yoki jangalda hech qanday hayot kapolati yo'q bo'lmagan bir kishi bo'lish sifati bilan bir millatimizni shuna ko'rma. Bizda unda nima yo'q. Shu bizga bir yilda hayot qilish bizga eng cho'ng muvaffaqiyat. Men mana bir hikmetlik sözlü mesek mi buldu? Aqliya sözlü birini taqit atkan uzun yıl bo'lib qoldi. Yani men her yılı ahırda to'rga bu yıl men qilgan eng cho'ng ish hayot qilish bo'ldi deb chiqarma. Men taniydiganlar biladi. Bu nima? Mening bir yil ichidagi eng cho'ng qilgan ishim hayot qilish. Kelar yilmi hayot qilish. Toki o'lgicha hayot qilish. Bu mening eng cho'ng qilgan ishim. Çünkü bu canını ben saklap hayat kaldırıp koydum. Aman çok ümit kilidi. Bu hayat kılış jarayonida ben oturup yatmadım. Bu canını saklap tırıştım. Bu can mening jinim emas, xalqimning jini. Bu xalqimni men o'zimning jini deb o'ylayman. Bu xalqning ichidagi 10 milyon, 20 milyon qancha nopasimiz bo'lsa, shu xalqning hammasi xuddi mening jinimga o'xshaydiki, mush xalq o'lab ketmasin, yo'qolib ketmasin. Mushlarning hammasi bir bütün alda mening jinim. Men agar ash xalqning ichida qirilganlikni ko'rsam, millatimning yo'qolib ketganligini ko'rsam, men o'layotganga barobar bo'lma. Shuning uchun men o'ylayman, men hozir bir o'zimni bir xalq, o'zimni bir Uyg'ur, ya'ni Uyg'ur 20 milyon Uyg'urniki bir odam bo'lib mujassamlangani deb o'ysam, o'zimni doim shunday o'ylayman. Agar men bir orolda qolgan bo'lsam, birinchi o'ylaydiganim u orolga bir podshohlik tiklash emas, men shu orolda qutulib qilish, qutulib jonni saqlab qutulib qilish. Men bir jon qo'limdan kuchim kelmaydi. Lekin men o'zimning jinimni saqlab qilishga qurbatim yetadi deb manda qilish. Urinish, o'zni o'ltirib berish, buning hech nima hal qilmaydi. Chunki har qandaq jinoyatning, har qandaq zolimning jazosini onunki ajili to'shqan chaqda berguchi bor. Biz faqat shu vaqtgacha o'z jinimizni qutuldirib qila olsak, albatta har zaman yaratishni o'ylab tursak, jinimizni qutuldirishga kapolat qila olsak, bizga anondagi umid keladi. Shuning uchun zulm sog'ichiga, agar zulm sog'ichining
ki qudrati nayeti yuqori bo'lsa, siz shu zulm sağıcı bilan tang darajadagi kuchingiz bo'lsa, unda qimma zulmni to'xtat deb qo'lidan tortib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Agar sizda zulm sağıcıga hech qanday kuchingiz yetmasa, unda olsa siz chekinib jiningizni saqlang. Jiningizni saqlang, kilarki avlodlarningki Uyghur bo'lib yashalishi yoki yangi bolalarning tug'ilishiga siz ulab ketish orqali uni yo'qotmay, ashlarningki paydo bo'lishiga siz hayotingizni saqlab qilib kapolat bering. Bizning nopusimiz azlab ketmasin. Bizning nopusimiz urush bo'lib, qirg'inchilik bo'lib, vatanni oxiri hamma xalqni biraqlam genocide bo'lib yo'qolib ketmayli. Biz aman eng to'g'ri yo'llar orqali xalqimizni qutuldirib qo'yishdan keyin amalini topayli. Şunun bo'lgan chaqda bizdek bir turkum Uyg'urlar shakllanish kerak. Hayat qilish uchun ham tirishadiganlar. Hayat qilishlam, bek cho'ng plani yo'q, hayat qilishlam. Bu bütün vatandagi xalqninki hissiyot bilan birlashishga bo'ldi. Vatanda turib yashagan bo'lsangiz, siz hayot qilishga tirishdingiz. Bugun uyga kirsangiz, ata bugun xizmat qilsangiz, kechda uyga xotirjam kelalishingiz ishonchingiz yo'q. Kechda uxlayotgan bo'lsangiz, qachon achiq kitilib turmaga tashlanishingizning kapolati yo'q. Olgan xotiningiz bilan birga yashashingizning kapolati yo'q. Topgan pulingizni xarjlashingizning kapolati yo'q. Bolangizni o'zingiz beqishingizning kapolati yo'q. Demak, vatandagilar o'shunday hissiyat bilan u davlat qurib o'tish emas. Qachon bir azroq tinchlik bo'lsa, bir azroq beshimizni ko'tarib, bir yashab hayotimizni kilarki hayotgacha davomlashtirib, Uyg'ur yo'qolib ketmasa, bo'lib mening oilamga bir zulm kelmasa, hayotimni davomlashtirib olay deb o'yladi. Bu oddiy insonningki tabiiy zulm ichidagi turib tushangan tabiiy hissiyoti bo'lib, siz zulmning teshida yashayotib turib, zulmga hech qanday ta'siringiz kelmagan, ya'ni siz fizikalik holda u zulmning nimasi ko'rmagan bo'lish sifatingiz bilan siz cho'ng gap qilaringiz bilan bu cho'ng gap tabiiylik bo'lmaydi. Bu realistik bo'lmaydi. Bu insonlik bo'lmaydi. Insonning chin qalbi bo'lmaydi. Bu faqat hissiyotlar bo'lib, bu siz ashunda tug'ildi, sizga umidlar sizni ashna qildi. Lekin siz vatanning ichidagi har bir odam bilan o'zingizni ulab turib, men vatanning ichida bo'lsam, men nimani umid qildim deb turib ish qilsak, andan keyin biz o'zimizning o'rnini bilamiz. Demak, biz hayotni qutuldiruvchi bo'lib, chet eldagi bir top kishilar, hamma kishilar emas shumi, qolgan kishilar o'zininki ideyasini saqlab qanchalik vatan xalq uchun ish qilsa bo'ladi. Lekin vatan shu chet eldagi Uyg'urlar ichida bir guruh kishilar odam qutuldiruvchilar bo'lsin. Bir guruh kishilar o't o'chirguvchi, odam qutuldiruvchi, shunda bir odamning hayotini qutuldiruvchilar bo'lsin. Bu grup kishilarningki hech qanday siyosiy maydoni bo'lmasin, hech qanday ideyasi bir kelgusidagi bir siyosiy bir siyosiy maqsad yoki bir siyosiy huquq uchun bo'lmasin, hech qanday bir kelgusidagi bir davlat qurish bo'lmasin. Faqat hech qanday ideyasi yo'q, faqat bu bir odam qutuldiruvchi bo'lsin. Xuddi ishmushikning jinniga kapolat berib uni qutuldirman deydigan kishilardek bu guruhning ichiga chet elliklarni qo'shilsa bo'ladi. Faqat odam qutuldiruvchi bir guruh kerak bizga. Ham bu son ko'payish kerak. Bu guruhning ichida hech qanday siyosiy maqsad gaplarni deyilmaydi, faqat inson qutuldirmiz deydi. Demak, bizning xalqimiz ichida mushunchalik bir guruhga chiqish bir 100% desak, bizningki butun xalqningki nisbatini 20% odam qutuldiruvchi kerak bizga. Qolgan turdagi kishilar o'zining ishini qilaversin, biz ular bilan hech qanday qarshilik qilmaymiz. Odam qutuldiruvchilar kerak. Ya'ni o't o'chiruvchilar, ya'ni bir bino o't ketgan bo'lsa, bir odam shu binoning ichida kuyayotgan bo'lsa, 50 o't o'chiruvchi shu binoningki xatarlik sababidan 50 o't o'chirish kerak. U bino cho'ng. Ichida bir jon bor. O't o'chiruvchilar binoning oldiga kelib bo'lib, andan keyin binonun içi kirsak, 5-10'umuz ölüp qilishimiz kerak. İçinde bir odam o'layotadi. Onda olsa biz okey, bu xizmatni to'xtatdik. Bu yerda odam o'lib ketilgan ish bo'ladi ekan, shunga biz su nasosimizni qo'limizda tutib, shu binodagi odam ko'p bo'g'ichi saqlab turmiz demaydi. Hech kim demaydi. O'zini itib shu binoning ichiga kirdi. Chunki xizmat bo'lib, hayotni qutuldirish uchun shu ishni qiladi. Demak, biz chet elda turib
o't o'chirgich va vatanning ichiga kirib o'zimizni jinimizni pido qilib bir odam qutuldirib olmasakmi, chet elda o'ltirib olmay millatni, xalqni qutuldirish uchun bir jonni bo'lsin saqlab qolish uchun nima ishni qila olamiz? Masalan, bundan unumli xizmatlar nima bo'ldi? Bir qism xizmatlar ishlanayotdi, shuningki, bir qismi bo'lay, ozroq xizmat qilay. Masalan, siz bir loyihachi bo'lsangiz, loyihalash xizmati qiling. Siz bir yaxshi yiziqchilik iqtidoringiz, yiziqchilik qiling. Unda so'zlash iqtidoringiz bo'lsa, so'zlang. Ish qilib, o'sha xalqni odamni qutuldirib qolgan, turmushga odamni qutuldirib qilish qilan to'kpisi yetilgan bir ishlar bo'lsa, hech qanday siyosiy maydonlarga kirmay turib ham ish qiling. Mundaq qilsangiz sizga hech qanday siz ansirgandek siz sizib olgan bir qizil siziqning matirib o'tmagan bo'lasiz. Siz texicha o'zingizning qalbidagi sizib olgan, siz andish qilgan siziqning ichida turib, mush ishlarni qilib beralaysiz. Yana odamlarning qutulishiga bir kishi his qo'shgan bo'lasiz. Ozroq qurbonlik berish ro'yi bo'lsin. Chunki o't o'chirgichlarni o'ylang, har doim. O't o'chirgichlar yoki hayot qutuldiruvchilar ash bir odamning jini uchun 10 odamni o'ltirib turib, fuqib turib, ashaga o'zini urdi, odamlarni qutuldirman deb o'ylab ketdi. Bu bir xizmat, bu bir insonparvarlik. İnsanparvarlik bo'lmasa, u kishi unda o't o'chiruvchilarimiz bo'lmaydi, o'ldigani o'lib, tugaydigani tugab ketdi. Shuning uchun biz mushu 3 million Uyg'ur zindonda turib olsa, xil ko'p qism kishilarimiz siyosiy cho'ng siyosiy mudda planlar bo'yicha bizning g'oya planlarimiz bo'yicha xizmat qilayotgan bo'lsa, bir qism kishilar eng tuban chetga tushib turib, insonparvarlik nuqtasidan Uyg'urni qutuldirg'ish guruhi bo'lsin. Ya'ni mavjudligimizni ashadagi har bir individual deymiz, bir odamning hikoyasi, bir kishining hikoyasi, bir balaning hikoyasi, bir insonning hayoti degan nuqtaga tushib turib ish qilaydigan bir guruhimiz kerak bizga. Chunki xalqaroda ijtimoiylikniki qirilib ketmasligi uchunmi xizmat qiladigan kishilar bor. Bular hech qaysi siyosatchi emas. Bular faqat ijtimoiylikni yaxshi ko'radigan, ijtimoiyliklarning hayot qilishi Xudo bergan mushu jonni Xudo olsin, lekin insonlar qiynamasin deydigan mushunda ideya kelgan kishilar bo'lgani uchun ijtimoiylikning haqqiga chiqadi. Unda bo'lsa, mushu chet elda qancha million Uyg'ur yashayapmiz, buni bilmaymiz. Balkim 1 million Uyg'ur yashagan bo'lishi mumkin. Mushu Uyg'urlarning ichida ishimga 20% odam chiqib, 3 million Uyg'urningki jini jon ashlarni qutuldirayli deydiganlar maqsad qilib odam qutuldirilgan bir guruh chiqaydi. Bu guruhni qanday qalpoq kiydirsanglar mayli, lekin agar insoninglar bo'lsa, bunga chiroyli qalpoq kiydiringlar. Agar pek chidamay qolsanglar, hech bo'lmaganda tilmanglar. Biz faqat odamni qutuldirib boqayli. Yana Xudoyimninki zulm sog'ichiga qarshi tur deydi. Biz zulm sog'ichiga shu qarshi usulimiz odamni qutuldirish bilan qarashtiraylik. Sizlar boshqa xil usullar bilan noyat qobiliyatlik yoki noyat shiddat, yoki qudratlik yoki cho'ng planlar bilan nuqtadan chiqish qilinglar. Biz sizlarningki aqllardan ergishib, sizlarga yetmagan asosli bo'lsaqmi, noyat oddiy bir kichik ishlarimizni qilib boqaylik. Ya'ni odam qutuldirishlar, boshqa hech qanday siyosatlarni o'zimizga yuk qilib olmay, o'zimizning qo'rqishimiz bo'g'ashqa odam qutuldiradiganlar ideya kelib bir ish qilib boqaylik. Shuning uchun shu mushta guruhdan shakllanib chiqishini men arzu qilaman. Nurg'un yoshlarimiz, xalqimiz, mayli yosh cheklimiz qanday bo'lsin, odam qutuldirish uchun siz agar burun siyosatdan yiroq turuvchi bo'lsangiz, gaplarimni anglasangiz, agar to'g'ri tushunsangiz, siz bir qadam iling, hech qanday siyosiy nomga yaqin kelmasangiz bo'ladi. Hech bo'lmaganda shu bir xalqni qutuldiryapman, bir jonni qutuldiryapman degan niyat bilan ishlarni qiling. Shunga biz cho'ng da'vochilarimizdan, cho'ng siyosatchilarimizdanki yetish bilamagan eng muhim ishi ayatki jonlarni qutuldirib bilamagan ishiga biz yordam beramiz. Chunki odamning soni tashviqotning kuchi bo'ladi. Biz bir odam o'tirib turib shunda tashviqot qismi yanlam onunki cheklik doirasi bo'ladi. 10 odam qilsaqmi yana cheklik bo'lib qoladi. Me Too harakatininki ikkinchi haftasida Tayir qerinishimizning dadisini qutuldirish tashviqotini kuchaymiz dedik. Lekin shu faoliyatni tashkillagan kishilar ham ba'zi qo'llovchilarimiz qo'lladi. Lekin bu cho'ngaymadi.
ancha cho'ng'aymadi. Bizning umidimizdek cho'ng'aymadi. Adil Mijit haftasini qilaydi deb, u haftami xili natijalik bo'ldi, lekin bizning umidimizdek cho'ng'aymadi. Bizning xiyolimiz mushta yaxshi faoliyatlarni, jon qutuldiradigan faoliyatni boshlasak, uning keyiniga olishib chet elda albatta bir davlat yashayotgan kishilarningki har xil chet el tili saviyasi yuqori bo'ladi. Osh mazmunlarni ham bahrlab bitib o'sha ma haftada ma jonni qutuldirar ekanmiz, kelar haftada a jonni qutuldirar ekanmiz degan nuqtada, garchi jonni qutuldiramiz, ammo xuddi orolning ichida o'zimiz hayot qilishimiz bilmasakmi, bir kun uchun kurash qilgandek bir odamni haftasi qilgan vaqtda shu odamni qutuldirish bizning xizmatimiz ekan deb turib o'zimizni o't o'chirgudek o'zimiz urg'anga o'xshash mani qutuldirar ekanmiz degan deb tashviqotni ko'tarishga tirishaydi. Mahapning oxirida Tayir qarindishimizningki dadasiningki mangulik haqiqiy hurlik chiqinni isbotlasin, haqiqiy hurlik berilsin degan bir tashviqotni ko'tarishni planladik. Chunki uning videosini ko'rsatgan bilan Tayir yanlam ishonmaydigan dadasiningki haqiqiy hurlik chiqqanligini shunga bizdan talab qildi, bizdan umid qildi. Hammanglar 30 sekund atrofida dadamga haqiqiy erkinlik degan talabni video ishlamoqchi edim. Shunga hammanglar 30 sekundlik video ishlab 30 sekundlik shu mutalab sedi qoiraga haqiqiy erkinlik degan talabni videoda qulonlarga rasm ko'tarib turib so'zlab aytinglar dedi. Bu bugun shu Tayirning dadasininki haftaligininki eng oxirgi bir faoliyatning qiziqlik yuqori nuqtasi shuni qilaydi. Undan keyingi hafta men o'zimning dadasining Qurbon Mahmud haftaligi qilishni guruhdagilar bilan planlashib boshladim. Kelar hafta mening dadamni qutuldirishga qadam olayli. Ondan keyingi hafta yana son bo'yicha nurg'un kishilar bor bo'lib, biz bu har bir individual odamni bir haftaga o'rlashtirishimiz sabab har bir odamningki xabari qiziq nuqta bo'lsa, xuddi Tayirningki xabari degan qiziq nuqta bo'ldi. Bunun ta'sir qo'zg'aldi. Kelar hafta bir odamning qiziq nuqtasi bo'ldi. Hani har hafta bu qor dövisi, qor to'pi domlab yo'g'iniganga o'xshash. Bu har bir odamning xabari qiziq nuqta bo'lib işte domlabasa bizning medialarimizningki bizning tashviqotimizning kuchi oshidi. Dek bu besim yuqori ko'tarildi, ammo ishning izchilligi bo'lg'achqa biz buni izchil davomlashtira olamiz. Ham bir ritmning ichiga kira olamizki, biz saqlab turamiz kelar kimning gapligi bo'ladi. Biz shuni tashviqotni kuchaytiramiz. Bu yerda hech qanday baslashish yo'q. Kimning tayyorligi bitgan bo'lsa, kimning o'zining ota-onasiga ega chiqish ehtimoli yuqori bo'lsa, kim medialarga chiqishga tayyor bo'lgan bo'lsa, kim o'zi bosh bo'lib beralisa, shuning ota-onasini biz uningdan keyin kapsiga qo'yamiz. Agar bir qism donliq shaxslarimiz mediaga chiqsa, tashviqotda yuqori ko'tariladigan unum qozong'il bo'ladigan bir qism shaxslar bor. Masalan, Ablajon Ayub degandek mundaq dondar naqshchi yoki bo'lmasa tunilgan shaxslarni chiqaramiz. Chunki uning hech qanday chet el tuqun bo'lmasa-mu, uningga ega bo'lamiz. Agar yana uni boshqa chet elda tutilib ketgan shundaq ota-onasining davosini qilayotgan, o'zi aktiv harakat qilayotgan, bakrak unum qozonishni xuddi shu Tayirga o'xshashmishlar yoshlar bo'lsa, shu kishiningki bo'lishiga qarab turib, shuni uning bilan nurg'un kishilarda undan men ota-onamni qutuldirish uchun tirishchiligimni oshirman deydigan birsidan birsi ulguyib, inspire ya'ni rag'batlanadigan holat shakllanadi deb qarayman. Ona bo'lsa, eng oxirgi gapimiz yig'sam, bizga bir guruh kerak, faqat odam qutuldiradigan, odam qutuldiruvchilar. Bu hech qanday siyosiy nomga yaqin kelmaydi. Ham burun siyosiy xil faoliyatlarni shu kishilarni qutuldirish bilan bir gavda deb o'ylab, unga yaqin kelmagan hech qanday odam qutuldirishga, Uyg'urlarni qutuldirishga yordam bermayotgan, jiroq turayotgan, siyosatga aralashib qilishdan ansirayotgan, ham ota-onasini qutuldirishga dadil bo'lmayotgan, butun ishida har xil ansirashlar bilan bu ishga yaqin kelmagan kishilarga bir misol, ya'ni Tayir hech qanday siyosatga aralashmay turib, Xitoy hukumatiningki o'zining qonunni to'g'ri, men shuning bir puhrasi deb turib, ota-onasini qutuldirishga bir natija ko'rsatdi. Nur cho'ng siyosatchilar qilmagan ishni qila oldi. Zixmi ko'maydigan, kopim ko'maydigan bir natijani erishtirdi. Bu shunga Tayir bizningki barliq tuqqanlarni izlayotgan kishilarimizning ichidagi
birinchi nomerlik ulgu qilib tiklaymiz, chunki u natijani ko'rdi, natijani qo'lga keltirdi. Shunga siz agar hech qanday aktiv ota-onangizni qutuldirishga qadam olamagan bo'lsangiz, xalqqa, ya'ni millatni qutuldirishga yordam olamagan qadam olamagan bo'lsangiz, unda bo'lsa tayyorni ulgu qilishdan boshlash orqali sizning qadam elishingizni ham bizning harakatlarimizni qo'llashingizni umid qilaman. Men o'zimni aniq isbotlayman hozir shu videoda. Men hech qanday siyosiy maqsad uchun yoki siyosiy mudda yoki cho'ng g'oyalar uchun emas, faqat va faqat dadamni qutuldirish ham o'zimningki ancha-muncha tashviqotdagi iqtidorimni o'zimning dadamni qutuldirishga ishlatmay, atrofimizdagi xalqlarningki yordamida bo'lish uchun ham shunchaki chekinmeniki. Mening qiziq sizig'im shu, uni ishib ketmayman. Xotirjam bo'linglar, men bek cho'ng ideyarim yo'q. O'zimga tushliqlam ota-onamni qutuldirsam, shu boshqa ota-onasini izlab yurgan kishilarga ancha-muncha yordam bera olsam bo'ldi. Undaqsa manga o'xshash, Tayirga o'xshash ham bizningki Meteor harakatidagi shu qo'ldan ishga botgan kishilarimizga o'xshash bizningki siyosatdan xoli holda odamni qutuldirgan, odam qutuldirguchi bir turkum kishilarimizning chiqishini umid qilaman. Videoni mishad oxirlashtiray. Agar gap so'zda xatolik bo'lgan bo'lsa yoki tayyorlik qilmay so'zgam uchun gaplarim sal taqtiq chiqqan bo'lsa, to'g'ri tushunishingni umid qilaman. Men bu haqida tafsilroq qilib bir yozma yozishni planladim. Uningda texnik isbotliroq qilib yozishga tirishaman. Allohga omonat, hammanglarningki shu qimmatli vaqtida meningki videolarni anglab o'tirganinglarga rahmat aytaman.